Assalomu alaykum, sizlar bilan Oltin Yo'l kanalida poker bosamiz. Ozgina versa slotga qildi. Sketch card comeback berdi. Endi buni o'yindan bir gapirish kerak endi. 675 so'mdan bosamiz. Argentina yomon qildi kecha bilan. Bugunmi? Bugun deyiladi endi. Braziliyani, futbol vatanini, futbol daholari mamlakatini Argentina shunchaki to'g'ri-to'g'riga qoqib qo'ydi. Ramkesga solib qo'ydi. Reelsga solib qo'ydi. Chusvasiga solib qo'ydi. To'g'ri bilan 5-daqiqada gol o'tkazib yuborgan, yana 5 daqiqa ichida Braziliya gol o'tkazib yuborgan. Keyin u yoqqa bir qasirq urib ketdi. To'g'ri bo'lasi bilan kutilmagan natija, to'g'ri Braziliya to'g'ri yutqizish. 7-1dan ko'rganmiz u. Germaniyaga qarshi. Jahon chempionatida. Lekin Argentinaga menimcha to'g'ri tarixda yutqizmagan. Shuncha o'ynadi. O'zini vatanida yo'q, iqtidoshi yo'q. Germaniya bir gullagan paytida 7-1 yutgan payt. O 75 bor, yaxshi, 75 bor. Lekin yana bosaveramiz, chunki bizga yutuq ekanmiz. Shu qaytarib bermasak bo'ldi. Yana bitta tushish kerak. Yana bitta ilashtirishimiz kerak jigar, davay. Bering X-Brush 5 1 0 Bilen beri yeni bitti bir. Beri X-Brush. Mana balki o'chirishimiz kerakdir. Mana qasam bilan bosamiz bo'lmasa. Endi sketchlar bosaychi, sketch kartina hurmatda bosamiz bo'lmasa. Lekin hozir aniq chiqib qolsa, bizga qattiq o'yin bo'ladi, 200 million oshiramiz. Shu lahtayni bosamiz, 700.952 so'm. Aniq chiqib qolsa 200 dan oshirmaymiz u, yaqinlashardik, boshqa o'yinni oshirib qo'yardik. Sketch kart bilan endi olishamiz bo'lmasa, surdik.